Bekzod aka, men oyoqga ishlamasam, beldan tepa qismim o'smaydimi? Juda ko'p keladi shu savol. Kecha ham istoriyada qo'yib ketdik shu narsani. Kommentda ham yozishyapti shunaqa narsani. Bu narsa noto'g'ri, bu old school narsa-da, ya'ni eski odamlarda tushuncha. Shu oyoq ishlamasam, men tepam o'smaydi yoki silovoyim o'smaydi deb. Oddiy misol qilib shu paralimpistlarni misol qilsa bo'ladi. Kalaskaga chiqib musobaqaga chiqishadi, tepasi katta hammasini chizilyapti-da, ularning oyog'i yo'q, oyoq ishlash tugul, oyog'i yo'q. Shuning uchun oyoq ishlaganda testosteron o'sadi deyshadi-ku. U oyoq ishlaganda o'sgan testosteron 2 soat, 3 soat deset qiladi, bo'ldi u. Siz bugun oyoq ishladingiz, keyingi hafta oyoq ishlaguningizcha testosteron baland turadi degani emas. Men bu gap bilan oyoq ishlamaydi demoqchiman. Ani estetik jihatdan ishlash kerak oyoqga. Men o'zim haftada 2 marta kajat qilaman. Misol uchun tepangiz katta bo'lib, oyog'ingiz kichkina bo'lsa, bu xunuk ko'rinadi yoki plaj-milajga borganda. Lekin bu narsa bilan bog'lash kerak emas. Shu oyoq ishlamasam, men tepam o'smaydi. Bir-biriga aloqasi yo'q. Demak, estetik ushlab turish uchun oyoq ishlab turish. Chiroy sifatida ishlash kerak. Oyoqni ishlamanglar demayman, ya'ni aytmoqman, oyoqni kachat qilinglar. No, bir-biriga bog'liq emas shu. Bu oyoqdan chiqayotgan testosteron sizni tepangizni o'stirishga aloqasi yo'q. Ozish va semirish haqida ko'proq ma'lumot bilmoqchi bo'lsangiz, blogimga obuna bo'lib qo'ying.